ko'rayotganinglar cho'g'liq yiroq masofaga o'qitish sinfininki PHP programmalash darsi. Ders so'zigacha parad tursin. Endi naq darsimiz kelsak, biz oldingi 4 bob dars so'zlab bo'lgan, hozir darsimizning 5-chi bobi PHP'dagi hisoblash amallari, ya'ni amal belgisi. Ya'ni amal belgisi deganimiz bizning matematikadagi amal belgisi shu. Shunga bilan o'xshash, ma'nosi o'xshash. Ya'ni bir xil tipda. Ana PHP'dagi hisoblash belgilari bo'lsa, odatda biz amal belgisi deb ataymiz. Amal belgilari bundaq bir qancha turga bo'lingan, ya'ni o'xshash bo'lmagan bir qancha turga bo'lingan. Bularningki muhimroq bo'lgandan birinchisi arifmetiklik hisoblash usuli. Ya'ni arifmetiklik hisoblash usuli deganda biz matematikada o'rgangan qo'shish, ilish, ko'paytirish bilan shu. Ikkinchi xil amal bo'lsa qimmat berish amal belgisi. Uchinchisi bo'lsa harf belgi chiziqqa hisoblash amal belgilari. To'rtinchisi silishtirish amali, beshinchisi o'zligidan kemiyish, o'zligidan ishish hisoblash belgisi. Oltinchisi bo'lsa logikalik amal, yettinchisi xon hisoblash amallari, sakkizinchisi kontrol, ya'ni xatolikni kontrol qilish amal belgisi. Eng oxirgisi bo'lsa 3 ifodalik amal belgisi deb ataymiz. Endi biz mushular bilan 5-chi bobimizda bir-birlab tanishib chiqaylik. Birinchisi, ya'ni arifmetiklik hisoblash usuli. Arifmetiklik hisoblash usuli deganda biz matematikada o'rgangan qo'shish, ilish, ko'paytirish, bo'lash, qolliq chiqarib bo'lashdan iborat mushular shu. Ya'ni mushular shu. Mushularni o'z ichiga olgan. Biz eng oddiy bilan har birisiga birdan-bir o'rganishlar ishlab darsni tezroq aniqlashtirib o'taylik. Bunda bek aniq to'xtalib ketgandek bek inchik so'zigidek mazmun yo'q, chunki biz matematikada o'rganib bo'lgan, qo'shish, ilish, ko'paytirishni biz matematikada oldin o'rganib bo'lgan. Shundan chiqqan men bek tafsiliy to'xtab o'tmayman. Bir o'rganishlar ishlab bilan buni biz tugatib mangaylik. Ondaqda birinchisi bo'lsa qo'shish amali. Qo'shish amali bo'lsa bizningki matematikada qo'shish amali bilan o'xshash, farq yo'q. Endi o'zgartirish miqdor a ning qiymati, o'zgartirish miqdor a ning qiymatini men 15 xalagancha ilab ikki miqdor osonlar bo'ldi. Sizlarmi topshiriqni ishlab yoki bo'lmasa o'zinglar mashq qilgan vaqtinglarda xalagancha mustaq osonlar bo'ladi. Buningga sizlar mabisa osonlar bo'ladi hatto. Hamda siz deganimiz tam bo'lsin, o'zgartirish miqdor a bilan o'zgartirish miqdor b ning yig'indisi. Endi esinglar bo'lsin, hamsha deb o'tib ketadiganim inkamba shu sizlar yozgan vaqtinglarda amal belgisi bilan o'zgartirish miqdorining oraligiga inkamba oddiy amallarda ba'zida hamda o'tib ketadi, lekin bir tal bo'shliq qo'yib manglar. Bo'lmasa xatolik chiqib qolishi mumkin. Hamda men shu qo'shgandan keyingi natijani bat yuziga urib chiqaray. Ya'ni o'zgartirish miqdor sini bat yuziga urib chiqaray. Buni saqlab o'tgandan keyin ijro qilsam natija 40. Demakchilik bizningki o'rgangan matematikada o'rgangan qo'shish amali bilan bizning PHP'dagi qo'shish amalimiz tamoman o'xshash. Ilish amalimi shundoq, ilish amalimi PHP'dagi ilish amali bilan biz matematikada o'rgangan ilish amali tamoman o'xshaydi. Bundan keyin ayrim so'zlab o'tirishning hojati yo'qda. Shundaqda men ishada eco deblam o'zgartirish miqdor b ilingan o'zgartirish miqdor a shuni urib chiqaray. Buni Ctrl S bilan ham saqladim. Ijro qildim. Ijro qilgan keyingi natija -15. Qani 25 ilingan 15. Asli 25 ni 15 ni alsaq, mana oldina mani yozib turay. Bo'lmasa xato chiqib qas shu futbolim bordek. Ya'ni minus 25 ilingan 15 degandiga qanalam chiqib qolibdi hozir.
Demakchilik bu buning ilish amalini biroqlam bu yerga ko'chaplam agab qo'ysak to'nyanmida bu hech qisi yo'q to'nyanmasa. Nima unda qolsa borliqni yana shuning o'zini men o'zgarish miqdor deydiganimiz tang bo'ldi. Mush ikkisi qilib hamda ma'ni men ikki orqali besib chiqaray. D. Hamda Ctrl S bilan saqlab ijro qildim. Ijro qilgan natija 10. Yana 25 dan 15 olgandan keyin 10 chiqdi. 10 ni biz 10 degan qimmatni biz o'zgarish miqdori degandik. O'zgarish miqdorini chiqargandan keyin qimmat 10. Endi bevas yozgan vaqtinglarda balkim to'nyamaslik mumkin. Bu hamda nima bilan munosabatli deganda birsa PHP ninki nashrga munosabatlik. O'xshamagan nashrlarda har xil hamda xos o'ziga xoslikni saqlab kelgan. Hozir bizning ishlatayotganimiz bo'lsa PHP ninki asosan 5 da 3 nashri, 5 da 3 nashri. Ya'ni 5 nashri shu insanlar bo'ldi. PHP ning 5 da 3 nashri. Hozir PHP ning 6 nashri bor, yangidan 7 nashri chiqdi. 7-chi nashrda qandaq xosliklar, ya'ni alohidliklar bor. PHP ni men buni o'rganib o'tmadim. Chunki har bir shundaq nashr yanglanganda o'zi xos alohidligi chiqmaydi. Biz oldindan ma'lum bir nashrni o'rganib tugatgandan keyin yangi nashrniki azir ko'pdir. Ya'ni o'zgarishlarni o'rganib o'tsak ham kifoya. Endi biz hozir ishlatayotganimiz 5.3 nashri, PHP ning 5.3 nashri. Biz shunday oddiy misollar orqali o'tib ketaylik. Sizlar sinab baqsanglar bo'ladi. Men keyin nima uchun xatolar chiqdi degandek masalalarni shu harflar chiziqni so'zlagan vaqtida men so'zlab o'tib ketaman. Yoki bo'lmasa funksiyani so'zlagan vaqtida men so'zlab o'tib ketaman. Nima uchun shunday xatolar chiqdi? Yoki bo'lmasa xatolarni keyingi babimizda, ya'ni Jenstudiyoning bir qator so'zlagan vaqtimizda bitta xatolarni bir qadamda ma'lum turib, nereden chiqdi? Shuni men aniq tafsili to'xtalib turib so'zlayman. Hozir biz eng oddiy misollarni ishlagachga bu yerda aniq to'xtalib ketmaylik. Demak, ilish amali mana shunday bitirildi. PHP ilish amali matematik ilish amaliga o'xshash, hech qanday farq yo'q. Endi bo'lsa ko'paytirish amali matematik ko'paytirish amali bilan o'xshamaydi. Ya'ni yulduz belgisi shu. Bu bo'lsa PHP'dagi ko'paytirish amali. Ko'paytirish amalini biz yulduz orqali ifodalaymiz. Mana bu yerda o'zgarish miqdor chi deganimiz tang bo'lsin. O'zgarish miqdor a bilan boshqadan birini uratgandan keyin o'zgarish miqdor b. O'zgarish miqdor b ning ikkisiniki ko'paytmishdan bo'lsin. Undan keyin men chiqarib beray. O'zgarish miqdor chi. Endi men malni etib turay. Nima etibsiz deganda bo'lmasa ikkisi chaplashdan chiqib qilib natijasida ufuq bo'lmaydi. Saqlab ijro qildim. Ijro qilgan 375. Demak 25 bilan 15 ko'paytib 375 qilib chiqarib berdi. Demak ko'paytirish amali. Yana bizning qo'shish ilish amalimiz matematik bilan qo'shish ilish amaliga o'xshash. Ko'paytirish amali bo'lsa, yana PHP da yulduz belgisi orqali ifodalanadi. Andaqda mushu soatlik qo'shish ilish ko'paytirish 3 amalni bizningki o'tishimiz mushagish bo'lsin. PHP'dagi bo'lish amalini biz yana bir soatimiz tunishib o'taylik. Bu soatlik darsimiz mushiyat oxirlashda dars so'zlikcha Parat tursun ko'rayotganinglar cho'nglik yiroq musofirlik o'qish sinfininki PHP programmalash darsi. Biz har xil tur munosabatlari bilan ta'min etamiz. Agar sizlar turbikat yasash, turbikat go'zallashtirish, turbikatga ixtiro qo'shish qatorliq turbikat munosabatlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar yoki shundaq mulozimatga ehtiyojli bo'lsanglar bizdan aloqalashsanglar bo'ldi. Endi darsimiz kelsak, darsimizning
ikkinchi soatlik darsda yana arifmetiklik hisoblash amal belgilarininki ikkinchi soatlik darsda bo'lish amallari bo'lish amaldan ikki xil usulni qo'llangan. Birisi odatdagi bo'lish, ikkinchisi bo'lsa qoldiq chiqarib bo'lish usuli. Endi biz shuni o'rganib o'taylik. Bo'lma oldin qatdiki ma o'zga misollarni shunday qilib hammasini biroq lakinda izohat jumlasiga aylantirdi. Yani buni izohat jumlasiga aylantirishning usuli nima qandoq desa, hammasi bunday qilam men bo'yab ko'paytirib oldim. Undan keyin control bosib turib, ishtal shift bosgan ishtal yani ishtal yanto'siq bosgandan keyin odat aylanib ketadi. Hamda hozir biz bularning orasidan men kerakli qo'ygani men shu qismga chiqib qolay. Ya'ni birinchi bu yerdagi bizning so'zlayotganimiz bo'lash amli bo'lsa, shundaq yan to'sizlik bilan ham ifodalanda, ya'ni yan to'sizlik bilan. Matematik bo'lash amli bilan o'xshashmaydi. Ya'ni yan to'sizlik, ya'ni biz Uyg'urcha kirgizgan chog'dagi ya'ni hamza, ya'ni shu shiftning yendiki, ya'ni so'roq belgisi shu, mana shu ko'nib. Endi naq misol kelsak, biz hozir mundaq misol ishladik. Buni yani o'zgarish miqdor o'zgarish miqdor b'ni qildik. Buning ikkisiniki bo'limini alayli. Bo'limini ilib. Mana buni chiqarib beray, ya'ni bat yuziga chiqarib urib beray. Biroqlam C. Bo'ldi, control aslan saqladim, ijro qildim. Ijro qilgandagi natija 0.16, yani 0.16. Yani bu yerdeki bunun chiqib ketishi buni taqib etdim. Mavi bo'lg'achqa bu chiqib qolgan. Biz bu yerga yana PHP'dagi bo'lishamlar. Qandaq bo'lsa yana bunda bo'ldi. Yana PHP'dagi bo'lishamlar bo'lsa, ama şu yan to'sizlik bilan ham ifodalandi. Ama shuningki biz bo'lishamlar ekanligini bilib olsak bo'ldi. Ishlatgan vaqtimiz shunday ishlatamiz. Ikkinchisi bo'lsa, bu birinchisi, ikkinchisi bo'lsa qoldiq chiqarib bo'lash. Yana shu percent belgisi shu, qoldiq chiqarib bo'lash deganda ma'lum bir sonda bir songa bo'lib butun bo'lgandan keyingi qoldiq soni. Masalan, 17 ni men 3 ga qoldiq bo'lib bo'lsam, 3 ga qoldiq chiqarib bo'lsam, bu ne chiqadi deganda yana 17 ni 3 ga bo'lsak, 5 ni tegib 2 qoldiq chiqadi. Demak, qoldiq 2 bo'lgach, buning natijasi 2 chiqadi. Demakchilik yana mushunaq degan gap. Qoldiq chiqarib bo'lash degan butun son qismi qolib qilib, aldiki qoldiqni ham olamiz degan gap. Ya'ni faqat qoldiq qilish. Masalan, biz shunlar mana 30 qilib o'tay. 32 bo'lsin. Men mani tibtay. Mani izohat jumlasiga aylantirtay. Yani ijro qilmasin, batizga chiqarmasin. Iko bu yerda men hamda faqat o'zgarish miqdor D deganimiz tang bo'lsin. O'zgarish miqdor B. O'zgarish miqdor B. Qoldiq chiqarib bo'laman. O'zgarish miqdor A. Yani bir yerda men o'zgarish miqdor B cho'ng yozilib qolibdi. Shuni bagroq diqqat qilinglar. Endi bu programmalaganda xatolikdan saqlangan bo'lmaydi, ammo biz bilganki xatolikni yoki shu xatolikni azaltishni maqsad qilamiz. Control aslan saqladim, ijro qildim. Ijro qilishda men endi ma'qul usulda ijro qilay. 2. Yani nima 2 deganda biz ijro qilgandik natija 2. Ijro qilgandik natija 2. Nima 2 deganda buningki avval 32 ni
32ni 15 ga bölsek, 15 ga bölsek 2 dan tegib yana 2 dan tegib 2 qoldi qashida, 2 qoldi qashida. Dal mushu qoldiq nap burada, yani 2 qoldiq ashdi, shuni 2 nap burada. Agar bu yerda biz buni 33 qilsak 3 qoldiq bo'ldi, 34 qilsak 4 qoldiq bo'ldi, shunday o'xshamas holatda. Demakchilik bo'lish amallari mushat oxirlashdi. Demakchilik bizningki arifmetikalik hisoblash amallari ustida to'xtalishimiz mushat oxirlashdi. Biz PHP'dagi amal belgilarininki tundisi bo'lgan arifmetikalik amallar bilan tanishimiz mushat oxirlashdi. Ders so'zligicha parad tursin. Ko'rayotganinglar cho'liq yiroq masofalar o'qish sinfininki PHP programmalash darsligi. Ders so'zligicha parad tursin. Biz oldingi soatlik darsimiz qaytib kelsak, bizningki PHP'dagi amal belgilari ichidagi ikkinchi amal belgisi qimmat berish amali. Qimmat berish amali. Hem qimmat berish amallari ustida biz oldingi soatlarda to'xtalib o'tgan qimmat berish belgisi buni shu matematikadagi tanglik belgisi shu, tanglik belgisi shu. Yana qanday qimmatni beramiz deganda o'ng tarafdagi qimmatni sol tarafdagi miqdorga berildi. Endi buni qanday tushuntiramiz deganda yana biz bunday tushuntirishlik bo'ldi. Masalan, bir tal olma bo'lsa, bu amaliy. Bir tal olma bo'lsa, bu bir amaliy jism. Bir tal olma bo'lsa, bu bir amaliy jism, ya'ni amaliy qimmatga ega bo'lgan. Qimmatga ega bo'lgan jism. Bir tal olma bo'lsa, bir amaliy qimmatga ega bo'lgan jism. Endi bu olmani saqlash uchun, ya'ni yoki mush qimmatni saqlash uchun bizda bo'sh o'rin yoki shuni bir saqlag'udek, masalan, olma bo'lsa, uni bir saqlag'udek bizningki ya yonchiqimiz bo'lishi kerak, yoki bizningki bir to'natqimizda o'rin bo'lishi kerak. Demakchilik, shuni bir qimmatni yoki bir jismni saqlash uchun bir bo'shlik ketgandek, bir qimmatni saqlash uchun bir miqdor ketadi. Bu miqdor deganimiz endi o'zgarish miqdori bo'lishi mumkin, balkim turaliq miqdor bo'lishi mumkin. Biz miqdor to'g'risida to'xtalib o'tib bo'lgan. Demakchilik, biz shu jismda, ya'ni qimmatni bir bo'shliq qo'yolmaymiz har doim. Bir bo'shliq qo'yolmaymiz. Demakchilik, miqdorning o'zi bir bo'shliq, ya'ni miqdorning o'zi, ya'ni o'zgarish miqdor a deb oldim. O'zgarish miqdor a ning o'zi bo'lsa bir bo'shliq. Ya'ni men o'zgarish miqdor a deb turgandan keyin sistem avtomatik holda ishga saqlag'ishdan bir bo'lakni ajratib chiqarib, o'zgarish miqdor a niki qimmatini saqlashga ajratib chiqarib berdi. Ondaq men o'zgarish miqdor a deb belgiladim, o'zgarish miqdor b deb belgiladim, o'zgarish miqdor c deb belgiladim. Shunday qilgan 3 miqdor bo'lganda, 3 miqdorning hammasiga sistema avtomatik holda ishga saqlag'ishdan shu miqdorniki tipiq qalab turib, o'xshash bo'lmagan holatda bo'shliq ta'minlab berdi. Endi men o'zgarish miqdor a deb oldim. Buning o'zini siz bir bo'shliq ekan yoki bir jismdagi yoki qimmatni saqlaydigan bir o'rin ekan yoki bir ism ekan xolos deb ham tushunsak bo'ladi. Demakchilik, buning o'zi bo'lsa bir bo'shliq yoki qimmatni saqlaydigan jism deb ham tushunsak bo'ldi. Endi o'tirdagi tanglik belgisi. Bu qimmat berish jumlasi deb ataldi. Biz buni qimmat berish deb ataymiz. Uning keyin sirt bilan 12 deb butun san berib qo'yay. Butun san bergan vaqtida 12 degan qimmatni, ya'ni shunday 12 degan jismda jism saqlaydigan yoki qimmat saqlaydigan o'zgarish miqdor a ga berdim degan ma'noda. Ya'ni o'ng qo'llik narsani so'l qo'lga berdim degan ma'noda. Har doim ya'ni shu o'ng tarafdagi qimmatni so'l tanglik belgisi qimmat berish jumlasi so'l tarafga yo'llaydi. Esingiz bo'lsin. Ya'ni almashtirib mandaq yozish bo'lmaydi. 12 deganimiz o'zgarish miqdor asli. Endi bu qanday qilish desa, yozsangiz bo'ladi, ammo sizniki qimmat berish jumlasi emas, balki bu boshqa bir ma'noga aylanib ketadi hozir. Bu bir o'zi
qimmat, ya'ni jism desa, siz boshliqni aklab qimmat yo'llab qo'ysangiz xatolik qilgan bo'ladi. Xatolik qilgan bo'ladi. Ya'ni almani yanchuq salamiz. Yanchuqni apirib almaga keltiradigan ish yo'q. Müshunchalik oldi men to'xtalib o'tay. Qimmat bir jumlasi mushu. Biz burun to'xtalib o'tgan shundaqdimi mush soatda biz bir ulgun birini ishlab mush darsimizdan muvaffaqiyatga oxirlashtiraylik. Yana o'zgarchi miqdor deganimiz tam bo'ldi. Buniga parchadan basak bo'ldi, ya'ni kasrdan basak bo'ldi. Float tipliq. Float tip bilan mana bizningki PHP'da double tipliq, float tipliq deb ikki xilga ayrılgan kasrdan tipliqlar. Ama bu ikisining jiq farq yo'q. Farq nada deganda o'z ichiga olgan uzunlikqa o'xshash bo'lmaydi, uzunlikqa o'xshash bo'lmaydi. Ammo jiqlarida bir hisob qilib bir tayoqda haydab o'tgan ikkisini bizni bek etib ketmaymiz shunashqa. Hamda bunu men chiqarib beray. Bu chiqarish jumlalar to'xtatishni biz az qoldi shu vaqtda to'xtalamiz. Ya'ni o'zgarchi miqdor ürünü çıkarıp versin. Ben bunu saklap, Ctrl S'den sakladım, icra kıldım. 13.136. Bu nerede geldi? Mişerni geldi, kıymetini geldi. Demek bu kıymet bir şimdisi hakkı hukumlar şunlar tügüde bizdeki ikinci amel belgemiz, yani PHP'ninki ikinci amel belgesi kıymet bir amel belgesi bilen to'lishimiz müşahede axlaşdı. Dersni yoqtirib ko'rganlar rahmat. Xayr xo'sh. Kerak soat darsimiz ko'rchaylar. Ko'rayotganlar cho'liq yiroq musobaqalar o'tishdan keyin PHP programlash darsiga. Birinchi ayninki 2016-yil birinchi ayninki 20-kundan boshlab rasmiy yiroq musobaqalar o'qitish sinf ta'sis qilinib mavdu. Hozir qisqasi haqsiz darslik xalaqancha tarqitishga buni xalaqancha ko'rish bo'ldi. Ammo tayyorlash bo'lmaydi. Ya'ni to'rbekatlarda, salonlarda xalaqancha tarqitish bo'ldi. Ammo mening darsimga tayyorlab boshqa o'zgartirish kirgizishga bo'lmaydi. Ya'ni ders ishlagich parat tursin, kunlik lozim bo'lsa mendan so'rab olsanglar bo'ladi. Dersimiz kestik. Dersimizninki 3. amel belgisi. Yani PHP'ninki 3. amel belgisi bo'lgan harf belgi tiplerini bir taraf qilish amel belgilari. Bunun içinde biz oddiy qilib ulash belgisini so'zlab o'taylik. Birinchisi ulash belgisi. Ulash belgisini biz her belgeler tışıqını ulaştırma işletimiz. An addigimiz şu. Hemen özgürlükçü miqdor asligimiz tanım olsun. Yani biz bir yerde dep öttük. Bu her belge yani her belgeler hesaplash belgesinin işideki ulash belgisi. Yani 3. işideki. Endi ben bunu qiymatini men bildim. Bunda 3 xil qilaylik. Men ikkinchisining qiymatini bo'lsa bilan yana bir o'zgarish miqdori ilib, uning qiymatini san deb olay. Hamda biz uch miqdorni o'zaro ulab chiqaraylik. Ulashda yani biz bayat deb o'tgan shu PHP'dagi ulash belgisi bo'lsa, odatda nima bilan ifodalansa, faqat bir tal chekit. Yani bu VB'dagi qo'shish belgisi bilan ma'nosi o'xshash.
VB'da qo'shib belgisi orqali ham ulashib bo'ladi. Bizningki mana PHP tilimiz bo'lsa, mandaq chekit orqali ifodalaymiz, chekit orqali ifodalaymiz. Bizningki topda yoki kursda mushtaq VB o'rgangan bolalar jiqkansizlar, shu farqini bilib olsanglar bo'ldi. Shundan asosan o'xshash. Hamda chiqarishda o'zgarish miqdor as. Ondan keyin uni ullayman. O'zgarish miqdor C. Ondan keyin uni yana ullayman. O'zgarish miqdor D. Ana buni Ctrl S bilan saqlab ijro qilay. Ijro qilganda men bilan sen. Demakchilik bu buni ullash belgisi. Ullashimiz ma'qullik bo'ldi. Shu soat darsimizda yana PHP'dagi 3-amal belgisi har belgi chiziqini bir taraf qilish amal belgilari haqida to'xtalishimiz shu yerda oxirlashdi. Mana bu ullash belgisi. Bu soat biz ullash belgisini so'zlab o'tdik. Ullash belgisiniki qo'llanishi shunday bo'ldi. Endi men bu soatda atligini kichikligini qilib bir o'zgimsal ishlay. Bu yerda endi chiqargan vaqtda men navoda kerak bundoq chiqarsam. Bu yergamda xansiz yozaylar. Ama men yo'tkib tutman tipini. Boshliqniki tipini boshqa men yo'tkib o'tgan. Shunashqa azroq qarshilik ko'rganda bu mayli. Demakchilik ularga vaqtida biz PHP'da uzun yoki atini bek uzrab ketgan har bir chizig'ini chiqarishda biz uni bo'lib chiqarish bo'ladi. Shunday usullarni qo'llanamiz. Masalan, www bunda hanzucha bir necha xat yozib qo'yaman, qalamqam bo'lsin mayli. Mana shunday yozib, endi bu yerga kelgan vaqtida men shunday yozdim. Bu hanzucha xat bo'ldi. Endi men shu hanzucha ustida mandaq bir undash belgisini birini qo'yib qo'y. Endi chiqqan vaqtidagi holatga qalaylar. Ctrl S ni bisib ijro qilib o'tay. Ijro qilgan vaqtida mandaq men tipni almashtirib shunday chiqdi. Xatolar chiqdi. Buningki usuli birinchi usuli shu batning shu xosqini tashlash. Ben shu soat yana azroq lekin deb bitay. Buningki workspace'dan UTF-8 holatda. Biz navoda JPK holat qo'ygan vaqtimizda buningda Xanzucha normal tonuydi. Ammo Xanzucha normal tonigan bilan bizning Uyg'urcha normal tonimaydi. Shuningdek Xanzuchani ishlatsa qarshingizda bo'lib qolsa, shu yerdan biz default JPK ni tanlab o'tgandan keyin bu qilsak bo'ldi. Endi men buni ijro qilay. Yana xatolar chiqib qoldi. Buningdagi sabab biz shu yerga ammo boshliqning shundaylik rost, ammo biz bu yerga bir tal yana metani bir tal qo'yatmasak xatolar chiqadi. Bo'lmish eng oddiy qilsam charsat yozib qo'yay. Charsatga shu yerga JPK deganimiz shu hanzuchadan normal tonuydigan holatda. Buni men Ctrl S bilan saqlab ijro qilib o'tsam, bu normal chiqadi. Endi oldingi soatda bizningki bir o'rganguchimiz shundaq
o'zini UTF-8 to'g'irlab qo'yapti ham mana qarasam boshliqni o'zi UTF-8 oladida ammo man qatmagan oladi bu xizmat boshlig'i bizniki faqat mulozim turimiz qoldi endi mani biz qatma qaflasida xanzuchini bat yuziga normal chiqarmaymiz endi xanzuchini normal chiqarish o'tib ketdi endi uyg'urcha kelganda biz boya degandek normal chiqarish holatda UTF'da birinchisi shu boshliqning o'zini ya'ni UTF-8 salat to'g'rilaymiz chunki nima ish UTF-8 salatga to'g'rilaymiz deganda to'g'rilamasangiz mishaning o'zilam xatolashmiz yana yozilgan harflar har xil har yangi hech kim ko'rmagan holatda chiqadi buni mashalan mana hozir boshliq UTF-8 salat o'tib ketdi mana biz endi kim to'naydi mana xatni hech kim to'namaydi faqat so'roq belgisiga xolos mana shundoq holatga o'tib ketdi navbat biz hozir buni uyg'urcha yozgan bo'lsak albatta to'naydi ammo uyg'urcha holatda bu yerga UTF-8 salatga UTF siziq 8 salat to'g'rilatgandan keyin buni UTF-8 salatga to'g'rilatgandan keyin men bu yerga uyg'urcha yozsam endi normal chiqadi bu shu Zen studentga bir tilga ilib maqtash arzilgan yer shuki xatlar mundaq ostini ustini olib ketmaydi qandaq ostini ustini olib ketmaydi deganda jemirni olsak mishada men bilan seni bosgan bo'lsak o'sha sen bilan mening o'rna olmishib ketib qapsaldigan ish bor bat yuzi ko'rib chiqqanda to'g'ri chiqdi ammo biz programmamizni loyilagan vaqtimizda shunaqa kod yozgan vaqtimizda olmishib chiqib qolgan shunaqa ahvol bor men uni o'zgartaman deb jemirni o'zgartamidim ammo shu Zen studentning o'zida undaq almashib qolmaydi ekan balkim men hamda jemirda o'zim uqmay qoldimmi bu bir yaxshi bu soatda biz ulash belgisi bilan to'xtalib o'tdik hatto shu uyg'urchani biz ulash belgisi orqali bir chiqib ko'raylik men bu yerga hamda cho'qim inglizcha aytib olsin endi ko'rgizgan vaqtimda nima bilansan men o'quvchi deb bilan biz sotay o'quvchi hamda bu yana chunki bu inglizcha olib kirmabdi mana g'alati chiqaryaptim endi buni yana ijro qilib ko'rsam men bilan sen o'quvchi deb chiqdi bu holat to'g'ri holat ya'ni bizniki o'zimizning xatimizda mana mushundaq ullab ulash belgisi chiqarish bo'ladi ulash belgisining roli shu ammo ulash belgisini chiqargan vaqtimizda bizniki bo'shliqimiz shu batning qashiqini obdan tangshigan vaqtimizda dal buni biz o'zimiz yetmoqchi bo'lgan maqsad mutlaq erisha olamiz agar bizniki bo'shliq va batniki qashiqini biz yaxshi tanishmagan aslida xatolik chiqdi keyin sizlar mashq qilgan vaqtinglarda shunga diqqat qilib o'tsanglar bo'ldi biz darsni o'tab turib yana mendan mayada anda xatolik bor ekan xatolik qanday tuzimiz deb so'rab mening vaqtimni olmanglar darsni yoqtirib yaxshi tafsiliy anglashinglarni umid qilaman darsim shu yerda oxirlashdi ko'rayotganinglar cho'g'liq yiroq masofalik o'qitish sinfiniki PHP program loyihalash darsligi dars so'ziga to'rbekat yasash to'rbekat go'zallashtiradigan to'rbekatga ixtiro qo'shish yoki to'rbekat boshqurish ishlariga ehtiyojli bo'lsanglar shu mulozimatga ehtiyojli do'stlarniki men bilan aloqalashishni qizg'in qarshi olaman bizniki mulozimatlarimiz bir qadar ko'p har qanday mulozimat kerak bo'lsa to'rbat yoki to'liq aloqador mulozimat kerak bo'lsa men bilan bevosita aloqalashsanglar bo'ldi darsimiz kelsak darsimizniki
Əməl belgisi silishtiruş əməl belgiləri. Bununda bir qancha tang, tapmı tang, tang emas, tang emasning ikki xil holda ifodalanishi bor. Tapmı tang emas, kichik, cho'ng yoki kichik, kichik yoki tang, cho'ng yoki tang. Mandaq bir qancha silishtirish amallari bor. Endi silishtirish amallarida men deb o'tadigan bir yer va silishtirish amallarininki qaytaradigan qiymati har doimo logiga tipli qiladi yoki rost yoki yolg'on. Shunday ikki xillam qiymat bor. Faqat ikki xillam qiymat bor. Chiqadigan qiymat ikki xillam bo'ladi. Chiqadigan qiymat ikki xillam bo'ladi. Endi men masalan bir ta ulgu misol ilib hamda mayga bir betdan birini quray. PHP file newdan PHP file bununla ismini men silishtirush deb qo'yay. Bildim shundalan bo'lsin. Har doim ham shu kod yozish altini biz ingliz holatga o'tkazib tayla. Unutilib qolmaslik uchun men mana belgin oxirlashtirish belgisini qo'yib tay. Bu har doim ham shunday chiqamdi, shuni amal yo'qmasak, amal bor. Ama zinstudiyni men yana ikkinchi qarorliq so'zga vaqtimda buni men tugutibman. Yana zinstudiyaning shunday kodni avtomatik to'liqlash, mana bet qurgan vaqtida mendaq kodning boshlanishi va oxirini chiqmaydigan mendaq ahvolni kodni avtomatik to'liqlashni biz so'zlab bo'ldik hamda. Mendaq ahvolni yana betniki qilibini tanishishni men yana bir zinstudiyaniki ikkinchi qarorliq darsda mühim nokta altında bir qator so'zlab o'taman. Hozircha ham shunday qiynalsanglarmi yozib turib mashqlashtiringlar. Yani bizniki darsimiz kelsak, silishtirish amal belgilari. Ham silishtirish amal belgilarida biz o'rganib o'tgan burunqa cho'ng, kichik, cho'ng yoki tang, kichik yoki tang degan belgilar shu. Yani bundan qaytarilgan qiymat qanday deganda logikali qiymat qaytadi. Logikali qiymat. Yoki rost yoki yolg'on. Masalan, 3 kichik 3 cho'ng 5 desam bundan qanday qiymat qaytadi desam 3 5dan cho'ng emas. Cho'nglashqa bundan qaytadigan qiymat bizda bitgan yolg'on yana false. Yolg'on degan qiymat qaytadi. Yolg'on degan qiymatni biz false bilan ifodalaymiz. Endi ikkinchi xili bu cho'ng belgisi. Endi ikkinchi xil bo'lsa kichik belgisi. Masalan 7 cho'ng 0 deb qo'yay. Bu cho'ng belgisi. Cho'ng 0 deb qo'yay. Endi buningdan qanday qiymat qaytadi deganda 7 0 dan cho'ng bor. Cho'ng. Unda qolganda uning qiymati rost. Rostni biz true bilan ifodalaymiz. Demakchilik silishtirish amal belgilaridan har doimo qaytadigan qiymat rost yoki yolg'on. Faqat ikki xillam qiymat qaytadi. Biz shuni bilib olsak bo'ldi. Unda biz bir-birlab tanishib o'taylik. Buningki birinchi amal bo'lsa tang amal bo'lsa yana silishtirish amal kelganda ikki tal tanglik belgisi tangmi degan ma'noda kelib tang yoki tang emasligini silishtirib o'tamiz. Ikkinchi xil bo'lsa tapmi tang degan bu amal belgisida ham qimmat ham shu o'zgarish miqdoriniki tipini tekshirib o'tadi. Ikkisi tang bo'lgan vaqtida tapmi tang deyish bo'ldi. Bu uchinchisi tang emasning ikki xil ifodasi bor. Mana butunlay tang emas ekan. Hamda mana kichik cho'ng bularni biz asosan burun o'rganib o'tgan biz shunda az-azini keltirib bir ulgu misol ishlaylik. Masalan, a deganimiz tang bo'lsin. Ben bir yerda bir tal logikali qiymat yana 7 cho'ng 5. Bu yerdan a'ning qiymati nima bo'ldimda? A'ning qiymati true. Yani rost degan qiymat bo'ladi. Rost degan qiymat bet yuziga urib chiqilganda qanday qiymat chiqadi? 1 degan qiymat chiqadi. Yani ikkinchisida o'zgarish miqdor 1 deganimiz tang bo'lsin. 12 kichik
12 kichik. 18. Bu yerni qanday qiymat qaytadi deganda 12 18 dan kichikmi? Albatta kichik. Unda esa buningdimi true. Rast degan qiymat qaytadi. Bet yuziga urib chiqqan vaqtimizda bet yuzda ko'riladigan qiymat bo'lsa 1. Yana to'r ko'rgach ko'radigan qiymatimiz 1. Endi o'zgaruvchi miqdor C deganimiz tang bo'lsa, endi birinchi holatga ketdik. Ya'ni birinchisi bo'lsa tabmitanglikni tekshiradigan. Bu yerda men tabmitanglikni tekshirish uchun ikki qiymat tekshiray. Yana o'zgarish miqdor A bilan o'zgarish miqdor B. İkisi tabmitangmi? O'ylanglar, ikkisi tabmitangmi yo'qmi? İkisi tabmitang. İkisi tabmitang. Bu yerda yana qanday qiymat qaytadi deganda bu yerda yana logik qiymat qaytadi. Yana logik qiymat qaytadi. Nemishqa deganda biz bu deb o'tdim, silishtirish amal baglardan har doim shu logik qiymat qaytadi. Ras yoki yolg'on. Endi A bilan B ning ikkisi tabmitangmi? Ma'mi chu, buni qiymatimi chu, A ning qiymatimi chu, B ning qiymatimi chu, unda bo'lsa chu bilan chu tabmitang, unda bo'lsa C ning qiymati qandoq? O'zgarish miqdori C ning qiymati qandoq? Buningdanmi chu degan qiymat qaytadi. Chu degan qiymat qaytadi. Endi bu bo'lsa tabmitanglikni solishtirishsizlar. Tanglikni solishtirishsizlar. Endi tabmitangni qanday solishtiramiz deganda qiymat va 0. Tabmitangni solishtiramiz deganda qiymati va uningki o'zgarish miqdorininki sonliq ma'lumot tipi o'pma o'xshash bo'lgan ahvol ostida, andin tekshirib berdi. Masalan, men mana ikkisini tabmitang emasmi, men shuni tekshirib o'tay. Unda bo'lganda equal chiqarish jumlasi aldırmaylı. Məş ikisi tabmitang emas, mislishtirish uchun o'zgarish miqdor qiymat topshirib oldigan o'zgarish miqdor f deb b ni belgiladim. Hamda o'zgarish miqdor y bilan men bu yerga shuni bildirishim mundaq bir tırnak ichida o'zgarish miqdor y bilan o'zgarish miqdor r tangmi deganda men shuni bir ifodalab chiqaray. And equal o'zgarish miqdor f. Control aslan saqladim. Ijro qilay. Ijro qilgandan keyin bir demakchilik buni ko'ringlar. Mau 0 bilan hozir har bir chiziqda ekan mau 0 ikkisi tangkan. Demakchilik buning qiymati tang bo'lsa ham tang deb olib bergan. Buningki tip bilan munosabatsiz ekan tanglik belgisi. Endi men bir qurdan birini tashlatay. Equal BR. Yani BR dediğimiz şu HTML tildeki BR şu kurtaşlıktı. Endi tapmi tang bu deganda 3 xil tanglik belgisi qildi. Bu oningki tipini qiymatini tekshirdi. Yani endi o'zgarish miqdor IQ deganimiz tang bo'lsin. O'zgarish miqdor y bilan 1 2 3 tal qildi. F o'zgarish miqdor f. Tapmi tangmi? Mana cho'ng yozilib qoldi. Tapmi tangmi? Hamda bu yerdan equal o'zgarish miqdor h. Aqlashtirdim. Control aslan saqlab endi ko'ray. Demakchilik 1. Bu bir nereden çıktı desa? Miyadan chiqqan bir bu.
Aldım yerden çıkan bir. Bir yerden çıkan bir emas. Yani bunu aytdim. Agarda buning qiymati true bo'lsa, bat yuziga birini urib chiqadi. False bo'lsa, bat yuziga 40 ni urib chiqadi. Ya'ni hech kim chiqmaydi degan gap. Hamda tekshirib o'tay. Control ostidan saqlab, bu yerni tekshirib o'tdim. Bat yuziga hech kim chiqmadi. Demakchilik, endi bu nol bilan bu nol teng emas, teng emas. Nima teng emas? Qiymati teng, bu to'g'ri. Birinchisi bu 3 ta tanlik belgisi bo'lsa, 1 2 3. Birinchidan qimmatni, birinchidan qimmat tekshirdi. İkinciden nima bo'lsa tipini. Ya'ni sonliq ma'lumot tipini tekshiradi. İkisi tepmi teng bo'lgan vaqtida andan teng deb chiqardi. Demakchilik, bizning cho'ng kichik tenglik tepmi teng belgisi o'tdi. Endi teng emas belgisida to'xtalaylik. Teng emas belgisi. Teng emas belgisida mundaq 2 xil usul teng emas belgisi var. Birisi ma'lum xil usulda. Buni emas, ma'lum teng, sonra teng emas degan ma'noni bildirdi. Yani bir xil usul bo'lsa, VB bilan o'xshash ekan, yani ma'lumotda teng emas. Ma'ni VB deganlar obdan bildi, bu VB dan o'xshash teng emas degan ma'noda. Yani ikki xil usulda. Bu bo's birinchi xil usulda, bu bo's ikkinchi xil usulda, ikki xil usulda teng emas ifodalik bo'ldi. Endi biz buni bir ulgu misol ishlatgandan keyin teng emas tanishib o'tgandan keyin boshqalarni so'zlab o'ltamayli, cho'ngak kichik tengni biz burun o'rganib o'tgan. Undan so'ng men shuni bir so'zlab o'tay. Teng emas belgisida yana y bilan biz r ni solishtiraylik. O'zgarish miqdor y deganimiz bilan o'zgarish miqdor ikkisi r. İkisi tengmi, teng emasmi? Bunu solishtirib o'tiraylik. Hozir buni solishtirib o'tdik. Solishtirib o'tganda bu yerda bir tal qiymat qaytadi. Ya'ni yoki true qaytadi yoki false qaytadi. Ammo mush qiymatni topshirib oladigan bir o'zgarish miqdorini birdan belgilay. Ya'ni buningga chiroyliroq qilib nima deb qo'ysa olmayli. Ammo shu o'zgarish miqdorini ifodalash usuliga yot bo'lmasdan bo'ldi. Demakchilik, y bilan r tengmi yoki teng emasmi deganda, bu ikkisining qiymatidan. Biz oldingi soatda oldingidan tashib o'tdik qiymatidan. Unda bo'lsa qiymati tengda bu yerda teng emas belgisiga kelgach, bundan false chiqadi. False degan qiymat qaytadi. Biz buni false'ni bat yuziga urib chiqarsak, bat yuziga urib chiqargandagi qiymat yana hech qanday qiymat chiqmaydi. O'zgarish miqdor rt. Men endi buning natijasini ko'rish uchun ma'ni tuzishim kerak, ma'ikoni. Nimishqa deganda buni aytmasam ma'niga yaxshiroq chiqishiga yoki qimmat chiqdimi chiqmadi buni hisoblash ta'sir ko'rsatadi. Aytdim, endi saqlay, kontrol ostidan saqladim. Bo'ldi. Ijro qildim. Hech qanday qimmat chiqmadi. Demakchilik, bu ikkisining qiymati teng. Aslida teng. Teng bo'lgan vaqtida true chiqadi. Teng emas vaqtida endi false chiqdi. False biz rt-ga false degan qiymatni yo'lida rt-ning qiymati yana yolg'on bo'lgachqa bat yuziga hech qanday narsa urib chiqarmaydi. Demakchilik, bizningki so'lishtirish belgilarimiz birinchisi teng, ikkinchisi tepmi teng, uchinchisi teng emas. Teng emasniki bunday ikki xil ifodalanishi bor. Uchinchisi butunlay teng emas. Butunlay teng emas yoki qimmat teng emas yoki tip teng emas bo'lsa, butunlay teng emas ko'p ketadi. Ya'ni mushniki inkor shakli. Uchinchisi bo'lsa kichik, cho'ng, kichik yoki teng, cho'ng yoki teng. Vaqt mas'ul bilan bu qolgan mazmunlarni biz so'zlab o'tmaymiz, chunki biz burun to'liq o'tirda o'rganib bo'lgan mazmunlar ekan. To'liq o'tirda to'liqsiz o'rganib ko'rsatgan mazmunlar. Bizningki shu soatlik solishtiruv belgilarini so'zlashimiz mushiyat oxirlashda keyingi soatlik darsimizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.